Burunqi zamanda bir bo'stonliq yurtda ikki aka-uka bo'lgan ekan. Akasining ismi Abil, ukasining ismi Aqil bo'lib, bu ikkilarning mijoz xarakteri, xuy payli, aql parosati tubdan o'xshamaydi ekan. Abil badniyat, tamaxo'r, qizg'anchoq, bexil, oshko'z va ichi tor bo'lib, enisini ko'rolmaydi ekan va uni shilib yeyish qo'ydi ekan. Aqil kambag'al bo'lsa-mu, oq ko'ngil, keng qo'rsoq, insobliq, aqlliq va mardkan. Shunga ular ota-onasidan miros qolgan bir ho'ylada bo'lsa-mu, lekin har qaysi ayrim uyda turishidi ekan. Bir kuni Aqil o'zi boqqan to'xu tuqqan 20 dona tuxumni setib, chiroq yig'i setib olmoqchi bo'lib, shaharga qarab yo'lga chiqibdi. Buni ko'rgan Abilmo enisining tuxum sotgan puliga tang sherik bo'lib, g'izo taom elib yeb kelishni ko'ngliga pukib, uning orqasidan agishib mengibdi. Aqil shaharga kirib, tuxumlarni 20 tangaga setib, chiroq yig'i elish uchun ketib olsa, bir ko'chaning do'qmushida beshiga kula, ustiga jandi kiygan, oppoq soqoli maydisini yopgan, chiroyidan nur yig'ib turadigan esil supat bir bo'vay, qip-qizil bir palos ustida badashqan qurib o'ltirib, "Hikmatlik so'z soturman, xolig'anlar olsunlar. Paydasini so'zimning keyin bilib qolsunlar" deb qo'shiq o'qib turg'idek. Aqil otasining hayot vaqtida doim deydigan pul topquchi aql top, bir eg'iz hikmatlik so'z 1000 tangaga arzon degan so'zlarini esiga ilib, ko'nglida to'xta, uyni yo'ritishga chiroq yig'i tepish tas emas, lekin ko'ngilni yo'ritishga aql chirig'i tepish tas. Men eng yaxshisi hikmatlik so'z setib olay deganlarni o'ylab bo'vayning oldiga kelibdi. "Salom, obdan turdilimi bova?" debdi Aqil. Obdan, o'g'lim kela, nima hojiting bor?" deb so'rabdi bo'vay. Aqil o'zining hikmatlik so'z setib olmoqchi bo'lganligini aytibdi va bir eg'iz hikmatlik so'zning qancha pul ekanligini so'rabdi. Bo'vay uning maqsadini uqqandan keyin, "So'zimning qadrini bilganlarga bir eg'iz hikmatlik so'zni 20 tangaga soturman. So'zimning qadrini bilmaydiganlarga 100 tanga bo'lsa-mu sotmayman" debdi. Aqil hamyondan tuxum sotgan 20 tangani elib, bo'vayning oldiga qo'yib, uningdan bir eg'iz hikmatlik so'z aytib berishni so'rabdi. Dal shu chaqda Abil hasrab hömödeb kelib, uning yenida paydo bo'pti-da, Aqilning tuxum sotgan 20 tangaga hikmatlik so'z setib olmoqchi bo'lganligini uqib, uningga, "Ey ukam, shuncha vala pulni bekor xajlamsa, 20 tangaga bir eg'iz hikmatlik so'z olganning o'rniga ikkimiz oshpozolga kirib, rosa to'yg'idek tamoq yesak bo'lmamdi" deb uni to'smoqchi bo'pti. Aqil Abilning so'zlarini anglagandan keyin toza achchig'i kelgan bo'lsa-mu, lekin achchig'ini besib elib, "Odamning qo'sig'i to'yib, aql parasti to'ymasa bo'lmaydi. Qo'sig'ini to'ydirishni bilib, aql parastini to'ydirishni bilmaganlar oxir yanala qo'sig'ini to'ydiranmaydi. Faqat hayvonlarla qo'sig'ini to'ydirishdan boshqani bilmaydi. Shunga men bu 20 tangaga hikmatlik so'z setib olaman" deb o'z niyatidan qat'iy yonmabdi. Abil enisining bu ishini ahmoqlikqa chiqarib, uningga bir muncha taptani qilib, g'udunshib beqib, bo'vayning 20 tangaga qanday hikmatlik so'z aytib berdiganligini anglab baqmoqchi bo'lib, bir chetda zo'ngzuyib o'ltiribdi. Bo'vay Aqilning ikki qo'lini mehribonlik bilan tutib turib, "O'g'lim, har qachon, har zamon, har makonda esingda bo'lsinki, yolg'on gap qilib podshohdan in'om olgandin, rost gap qilib dorg'i esilg'ining afzaldir" degan bir eg'iz hikmatlik so'zni aytib berib, andin 20 tangani opdi. Danishman bo'vayning bu bir eg'iz hikmatlik so'zi Aqilning yurak qetig'i mahkam o'rnabdi. U bu bo'vaydan minnatdor bo'lib, uningga rahmat aytib xo'shlashibdi.
Lekin Abil yanıla aqılның qulaq tüvide paşidek yengildab, "Aşu gapmi 20 tengiga arzimdi. Qani sen aşu gapga amal qilib qanchalik foyda ep ketganingni men bir ko'rib baqaychu. Men unda quruq gaplarga amal qilmay qanchalik ziyon tortaman, senmi ko'rib baqin" debdi. Aradan 6 ay, 6 hafta, 6 kun, 6 soat o'tibdi. Bir kuni Aqil o'xya, sadaq, xurjun, qacha, non qaq tayyorlab, o'g'i jabdinibdi. Abil ko'nglida, enim bu safar o'g'i chiqib, ko'prak kiyik, bo'g'a arqar, maral qatorli qimmatli hayvonlarni o'lab, mendan boy bo'lib ketmisun yana. Menmo onun bilan birga safarga otlanib, onun topgan narsalariga tang sherik bo'lmaymanmi deganlarni o'ylab, aqlga egishib, birga safarga chiqibdi. Ular mengibdi. Mengi verib putqollari telibdi. Lekin ularga o qilg'udek na bir kiyik, na bir bug'a, na bir arqar, na bir maral hech narsa uchirmabdi. Shundaq bo'lsa-mu, Aqil Abilning vaysash, zarlashlarga qarata, o'lmagan jonda umid bor deb onunga madad berib, safarni davomlashtiribdi. Herib ketganda to'xtab harduq apdi. Birdam harduq elishib, yana yo'lga ravon bo'pdi. Ular manga oxir cheksiz ketgan bir to'g'raqliqdan o'tib, ikki yo'lning ochisiga kelib qapti. G'arb tarafga mangdigan yo'lda odam, harva, ot uloq, to'gilarning mangan izlari bor ekan. Sharq tarafga mangdigan yo'lda odamzotning mangan izi yo'q bo'lib, yo'lvas, shir, qoplan, bo'ra, yovu to'ng'iz qatorliq yirtqush hayvonlarning izi bor ekan. Bu paytda Abilning qo'sqiga darhol jin kiribdi-da, o'z ko'nglida g'arb tarafga mangdigan yo'lda ot uloq, to'gilarning mangan izi borligiga qaraganda, o tarafga borsa cho'qim boyliq tepib kelgili bo'g'idek. Sharq tarafdagi yo'lga manganda eniqki yo'lvas, shir, qoplan, bo'ri qatorliq yirtqush hayvonlarga yem bo'g'idek. Shunga enimni sharq tarafga mangdigan yo'lga mangdirib etib, o'zim g'arb tarafga berib, dunyo boyliq yig'ib kelmaymanmi deganlarni o'ylabdi-da Aqilga. Ukam Aqil, ikkimiz birga mangsak bir narsa uchirtanmaydigan o'xshaymiz. Ikkimiz mushu yo'lning ochisida vaqtincha ayrilayli bo'lamdi. Sen sharq tarafdagi yo'l bilan odol mang'in, men g'arb tarafdagi yo'lga mangay, debdi. Shunda qilib, bu ikkilan ochi yo'lda ayrilib, Abil g'arb tarafdagi yo'lga, Aqil sharq tarafdagi yo'lga qarab ravon bo'pdi. Aqil bir oshpishim yo'l mengib, bir egiz qumbarxondan kesib o'tgandan keyin atrofi yop-yeshil majnuntal bilan qoplangan o'ttirsidagi buloqdan bulduqlab so'p-suzuk suv chiqib turgan shunchalik havoliq bir joyga kelib qopdi. O bo'stonliq o'ttirsidagi buloq bo'yiga kelib, tulumdan talqon elib kap etib, so'p-suzuk buloq suyidan o'chimlab ichib, hozirlanib aram elib o'ltirsa, odul tarafdan bir oq pilning ushqandek chepib kelayotganligini, pilning ustida bir yosh yigitning pilning dumbisiga chaplashib elib, goh o'ng tarafga, goh so'l tarafga yiqilib tushishga tas-tamas qolgan holda o'ltirganligini ko'ribdi. Ushqandek chepib kelayotgan pil buloqning o'doliga yaqin kelishiga yo'lning o tarafidagi bir chiq tuvidan bir bo'z to'shqan o'qdak etilib chiqib, pilning oldidan yugurib o'tib, o'doldagi bir do'ngning ustiga chiqib, uzun quloqlarini dingaytib, tishlarini hingaytib, zo'ngziyib o'ltiribdi. Bo'z to'shqanni chashqanning onasimikin deb to'nib qolgan pil shu hamon shap da to'xtabdi-da, o'z o'rnida o'ng ta'tir cho'rgilab, putini yerga urib, ho'rkirab, ustidagi yigitni yerga yiqitib etibdi. Xartomi bilan yigitning belidan yo'gab, yerga niqtab tirkab, goh egiz, goh past ko'tirib yerga tashlab, yumlatishga boshlabdi. Bu qo'rqinchliq manzarni ko'rgan Aqil darhol o'qtandan sadoqni elib, pilg'i challab shundoq bir etibdiki, "Vah, har qanday qusti marganning otgan o'qimi bundoq to'g'ri mangmas."
Aqıl atqan oq dəl pilning qaq çekisiga tegib, tüvegicha sanjilib qapdı. Bu tuyuqsiz zərbidən çöçüb ketgan pil yigitni tashlab, to'g'raqliq jangal tarafga qarab, badar qechib, ko'zdan g'oyib bo'pdi. Pil qaşqandan keyin aqıl dərhal yelqi yigitning yeniga berib qarag'udek bo'lsa, uning qo'sqidan bulduqlab qon iqib, bütün a'zosi g'arq qon bilan bo'yilib, ustidagi shahona to'n sarpoylarimi qon bo'lib, teniga chaplashib ketgan holda behush yotqudek. Aqıl dərhal yenidən xəncirni sug'urib elib, avval uning shahona to'n sarpoylarini kesib saldırıbdı. Andın onun qo'sqidagi qon chiqayotgan yerga qo'sh mushdek paxtini tiqib, qonni to'xtatibdi. Hamda buloqdan suv akilib, uning og'ziga temitibdi. Bu chaqda heliqi behush yotgan yigit ko'zini lappida bir echib, bu noma'lum qutqizg'uchiga bir tikilib qarabdi-da, yana hushidan ketib qatdi. Aqıl bu yigitning shahona to'nini qo'liga elib, onunga yepib qo'yish uchun shundoq bir ko'tirgan ekan, to'nning yanchug'idan nurg'un oltin tillalar sharaqlab yerga to'kilib, chechilib ketibdi. Aqıl yerga chechilib ketgan oltin tillalarni yerdan yig'ib elayotgan shu paytda baya oqpil chepib kelgan tarafdan 3 otliq odam taraslab ot chaptirib kelib, uchelisi tangla otlaridan sakrab tushibdi. Ular goh aqılga, goh yerda behush yotgan heliqi yigitga qarab turishib qapti. Ularning birsi aqılning qo'lidagi amdili yerdan terib olgan oltin tillalarga va uning yenida pari-pari qilinib kesib tashlangan zaryoqiliq shahona to'n sarpoylarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin "Hey yo'lovchi, avu shahona to'n sarpoylarni bu yigitning ustidan sen saldırib oldingmi?" deb so'rabdi. "Sen bu to'n sarpoylarni nima bilan kesib bundaq pari-pari qilibding?" deb so'rabdi yana birsi. "Qo'lingdagi oltin tillalarni nerdan olding?" deb so'rabdi uchinchisi. Lekin bu yerda pilning qarisimi ko'rinmagachga, pil haqida biror eg'iz gap so'z so'rashni, u yigitning nima sabab bilan bu yerga kelganligini so'rashni xiyoliga keltirib baxmabdi. Aqıl bu paytda tamkinlik bilan o'zini xotirjam, salmoq tutib, shaharda donishmand bovaydan 20 tangiga setib olgan, yolg'on gap qilib padişahdan in'am olgandan rost gap qilib doriga esilgan afzal degan hikmatlik so'zlarni yodiga olibdi-da, qilcha ishkilanmasdan "Shundoq, uning kiyim-kechaklarini men xanjar bilan kesib soldirdim. Uning mavi oltin tillalarni amdil qo'limga ep tursam, sizlar yetib keldinglar. Biroq men..." Aqıl texi so'zini tugatmasdilla, heliqi 3 otliq odam bir-biriga ma'nili qarashib olgandan keyin "Bo'ldi, tushunishlik" debla uning so'zini bo'lib, aqılga tangli esilib, uni chambarchas qilib bog'lab olibdi. Andın eg'iziga paxta tiqib, ko'zini tengib, otga artibdi. Behush yotgan heliqi yigitni avaylab otga elib, kelgan tarafga elib mengibdi. Aqılning ko'zi tengilgan bo'lg'ashqa, nega ketib borganligini bilolmagan bo'lsa-mu, lekin quliqi etilmagan bo'lg'ashqa, u qandaqdir bir yerga kirganda heliqi otliqlardan birsining "Ey ulug' karamlik padişahim, janoblarga qutlug' xabar yetkazishga ijozat bergaylar. Aziz muhtaram shahzoda oliylari shikarga chiqqanda, cho'l buloq degan manzilga borganda, uni yo'lda to'sib, behush qilib qo'yib, shahona to'n sarpoylarini, hamyondagi oltin tillalarni bo'lib olmoqchi bo'lgan qaroqchini qo'lga tushirdik. Biz 3 sodiq mulozim nökərləri janoblarga və şahzadə alilərə bolğan çəksiz sadaqətmənlik və himmatlıq burcumuz bilən ajoyib qəhrəmanlıq göstərib, can tikib, o qaraqçı bilən elişib, onu nurgun xətərlik elişlər arqılıq məğlub qılıb, əziz şahzadimizni əcəl qoynidan sağ-salamat qutquzub əkeldik. Əfsoski, Hindi məmləkəti şahinin bərgən soğuti, səltənətlik ordumuzun ərkisi bolmuş Aqpildən izdirək yoxdur. Onu birov əp qaçdımı və ya ki onun meğisidən sadaq bilən rojak açdımı, bu bizge qaranğu. Degenge oxşas sözlərini anlap qapdı. Yana onunğa cavabən bir adamның: Barikallah, mening botur nökərlərim.
Bəxt saadatinglarni ziyoda qilg'ayman. Hoy, xazina begi, Mono 3 botir nökərning ko'rsatgan xizmati uchun bularning har biriga birdan to'n kaydirilsin. Tutib kelingan qaroqchi zindonga tashlanib, keyin shahzoda saqayganda andin darg'a esilsin. Aziz shahzoda o'g'lim orda teviplarining davolab saqaytishiga avatib berilsin, degan so'zlarini anglabdi. Aql ichida bular meni qaroqchi deb qapti. Xayr, men yolg'on gap qilmadim. Danishmand bovayning hikmatlik so'ziga amal qildim. Axir oq yo'lliq bo'larman deganlarni o'ylab, o'z-o'ziga tasalli beribdi. Gundupaylar birdamdan keyin aqlning putiga ishkal, bo'yniga taqoq selib, dar qirtib so'rab, zindonga tashlabdi. Lekin hech kim uningdan biror eg'iz gap so'z so'ramabdi. Biz aqlni zindonda qo'yib turib, amdi gapni uning aksi Abildan anglayli. Abil acı yo'lda enisi aqldan ayrilgandan keyin saq bir kun yo'l yurib, bir qilin to'g'raqliq jangalga kelib qapti. O jangalda biror narsa uchrab qolarmikin degan tama bilan ketibassa, to'g'raqliq jangalning ichida mangliyiga bir tal sadaq o'qi sanjilib qolgan bir oq pilning dahshatlik hurkirab, o'z o'rnida o'ng ta'tur cho'rgilab, yerni xartomi bilan turtib, atrofiga shalni purkib, jon talishayotganligini ko'ribdi. Lekin u pilning yenig'imi borolmay, hatto pilga tikilibmi qarayolmay va yoki o'zining o'ngi bilan tushi ekanligini ayirolmay badar qechibdi. U qacha yana nurg'un yo'l yurib, oxir bir katta hamovat shaharga kelib qapti. Shaharga kirib, to'rt atrofga qarag'udak bo'lsa, ko'chalarda odamlar mig', rastalarda rangarang mollar nihoyatda jiqgan. Abil rastalarni arlab ketibassa, bir jakarchi: "Yohannas, anglangla amuxas, ulug' podishahimizdan yorliq sho'ldirki, bir oq bil bor edi. Ulug' shohimizning aziz shahzodasi shikarga menib chiqqan yerdan g'oyib bo'lib ketib, hala bugunga qadar izderiki yo'q. Kimki o'lpilni tutgan va yoki o'ldirgan bo'lsa, o'zini shohimizga ma'lum qilg'ay. Ondaq palvonga karamlik shohimiz in'om va yoki o'rdidan oliy mansab ato qilg'ay. Ishlaringlar o'ng bo'lg'ay", deb jakar qilib ketib borg'udak. Buni anglagan Abilning ko'ngliga jin kiribdi-da, ashu jangalda chekisiga o'q sanjilib, jon talishayotgan pil buchoqchi o'lgandu. O pilni mendan o'zga hech kim ko'midi. Shunga ashu oq pilning qoq chekisiga sadoqni challab etib, o'zim yolg'iz o'ldirgan bahodir palvon mana men bo'laman deb o'zimni ma'lum qilib, podshohdan in'om olmaymanmi? Texi bu botirlik xizmatim badaliga podshohning ordisidan biror amal mansabga ega bo'lib qolsam ajab emas, deganlarni o'ylab, podshohga o'zini ma'lum qilmoq bo'lib, jakarchining orqasidan o'rdiga qarab mengibdi. Amdi gapni buningdan bir qancha kun ilgari o'rdida nima ishlarning bo'lganligidan anglayli. Bu shahar podshohining bir arzuluq shahzodasi bo'lib, u shu kuni o'rda bog'chisidagi oq pilni menib shikarga chiqqan ekan. Bu pil texi ko'ndirilmagan bo'lg'ashqa, shahzoda menib shahar sirtiga chiqqanda nihoyatda ittik chepib, aql suv ichib soyilab o'ltirgan heliqi buloq yeniga kelganda, chig' tuvidan chiqqan oq to'shqanni chashqanning onasi deb urkib ketib, shahzodani yerga yiqitib, dastlab chaylashga boshlagan ekan. Agar aql pilga sadoq etib uni qochirmagan bo'lsa, shahzodaning jinidan ayrilishi muqarrar ishkan. Lekin podshoh buningdan bexabar ekan. Heliqi 3 otliq nökər shahzodani va aqlni o'rdiga apargandan keyin podshoh shahzodaning tinch aman hayot qolganligidan, uni yo'lda bulg'an qaroqchining tutilganligidan ziyoda xushal bo'lgan bo'lsa-mu, ammo o'rdidagi birdan bir e'tiborliq aqbilning deraksiz yo'qolganligidan ko'ngli to'limu g'ash bo'lib, barliq vazir vuzra va o'rda munajjimlarni oldiga chaqirib, pilni qo'liga tushirib olgan va yoki uni o'ldirib etgan gunohkorni qandoq qilib bo'lsa-mu tutish haqida maslahat so'rabdi.
Agar ulug' sha'ni shavkatlik shohimizga Hindi mamlakatining podshohi hadiya qilgan ol oqbil yo'qolib ketadigan bo'lsa, deb so'z boshlabdi bir vazir. Ulug' shohimizning 7 iqlimdagi cheksiz sha'ni shavkatining shu pilg'i o'xshash yo'qolib ketishidan beshorat bo'lg'ay. Bu kaminlarning farzi. To'g'ri, deyishib boshlang'ishtibdi boshqa vazirlar. Bas, debdi podsho darg'azabga kelib. Bugun buningga bir ishonchlik chora tepshamaydi ekansan, hammangning kallasini olaman. Qulluq, deb so'z boshlabdi yana bir vazir. Ulug' shohimizning sha'ni shavkatining ro'shan belgisi bo'lmish ol pilni taptatmasdan tutib o'ltirib, shohimizning kuch-qudrati bilan o'ynashgan, yuragi qopdak yo'g'nab ketgan jinoyatkorni egizligi 70 gaz keladigan munar yasab, munardan tirik yerga tashlab, jinini ilib, shahzodimizning antini elish kerak. Bu to'limi yenik jazo bo'lib qola, debdi yana bir vazir. Qopdak yurigi ba o badbaxtni qapazdagi yo'lvas yoki yilpizning og'ziga tirik tashlab berib, yilpiz yoki yo'lvasga yigizib, ulug' shohimizning kuch-qudrati bilan o'ynashgan barliq ahli fuqarolarga kuchlik ibrat qilguliq. Bu mu ozliq qilg'usi, debdi yana bir vazir soqollarini lekildatib g'azablangan holda. Terisini ta'tir so'yib, darg'a mixlab esib qo'yguliq. Mana bu eng loyiqidagi jazo. Tuzimni bekorga yeydigan aqlsiz kalvala, debdi podsho taxtdan chachrab turib. Men har qaysingdan ordining oqbilini tutib elib, xufiyani o'ldirgan va yoki yoshirib olgan cho'ng gunohkorni qandoq qilib tutishni so'rayapman. Uni texi qo'lga tushirmay turib qandoq jazolashsan? Hamma vazir vuzrolar boshlarini sangilatib, cho'nqur sukutga cho'kibdi. Bu chog'da orda bosh munajjimi so'z elib: Ey ulug' dana podshohim, men bir maslahat ko'stay. Ol pilni o'ldirgan odamni heyli mekr bilan qo'lga tushirish kerak. Ya'ni podshohligimiz tavasida kimiki bir oq pilni tutolgan va yoki o'ldiraligan bo'lsa, u bahodir palvonga ulug' shohimiz tugimas putmas in'om ato qiladi va yoki o'rdidan oliy mansab ato qiladi deb jakor qilsak, undaq odam o'zligidan oliylarning oldiga kelgay. Buningdan o'zga chora bilan ol gunohkorni qo'lga tushirish mumkin emas, deb maslahat ko'rsatibdi. Bu maslahat podshohga to'liq yiqibdi va darhol shundoq jakor qilishga jakorchi chiqiribdi. O'rdada yuqorqi maslahat bo'lib, atisi podsho tuyuqsiz vafot bo'pti. Podsho vafot bo'lgandan keyin o'rniga shahzodani shohlik o'rniga o'ltirg'izishga hamma vazir vuzrolar birlikda kelibdi. Orda teviblarimi shahzodaning jarohatining saqiyib, salomatligining asliga kelib, hukmronlik o'rnida o'ltirishga tamoman mumkinligi to'g'risida guvohlikdan o'tibdi. Shahzoda shohlik taxtiga chiqib, toj kiyish murosimi o'tkaziladigan kuni zindon begi shahzodaning oldiga kirib: Ey marhamatlik aziz shahzodam, janoblarga yetib ma'lum bo'lg'ayki, sizlar buningdan saqmisoq 3 oy muqaddam o'rdining oq pilini menib shikorga chiqqan kuni janoblarining aziz jeniga qasd aylab, shahona to'n sarpoylarini xanjar bilan kesib soldirib, hamyonlardagi oltin tillalarni bulib olgan qaroqchini tutib kelgandan keyin otalari bo'lmish hurmatlik shohimiz ol gunohkorga darg'a esish jazosi berishni hukm qilgan edi. Berilgan muhlat dal bugun to'shdi. Botur nökarlarimizning oy paltisi qansir edi. Mazkur gunohkorni bugun darg'a assaq, ijozat bergayla. Hamda nökarlarimizning boturligini bugungi jazo maydoniga qadam tashrif qilib, o'z ko'zlari bilan tomosha qilg'ayla, debdi. Shahzoda zindon begining so'zini anglagandan keyin darhol xiyol aynigidan 3 oy ilgari o'rdining oq pilini menib shikorga chiqqanda yo'lda sodir bo'lgan ashu qo'rqinchli voqealar xuddi tushdak bir-birlab ayon bo'lishga boshlabdi. Shahzoda ashu voqealarni yodiga elib, xuddi uyqudan cho'chib uyg'ongandek bo'pti-da, darhol zindon begiga: Sizlar davatgan ashu gunohkorni darhol huzurimga hozir qilinglar,
deb farmon tushiribdi. Zindon begi xo'p deb aqilni zindondan ochqib shahzodaning oldiga hozir qilibdi. Shahzoda aqilning ko'ziga bir qarabla ashu kuni cho'l buloqda o'zining eg'iziga suv temitib, jiniga jon qo'shgan bu shafqatchini darhol tonibapti. Yigitning eng xavfli paytda vahshiylashgan pilga o'q uzib, pilni qochirib, o'zini o'limdan qutuldirganligini, uning so'lishib qurish oldida turgan hayotlik yiltizini qayta yashartganligini darhol esiga opdi-da, taxtdan tushib, aqilning oldiga kelib, uning putidagi ishkalni, bo'ynidagi taqoqni o'z qo'li bilan bo'shtibdi. Hamda uning qo'lini tutib turib, butun o'rda ahliga "Sizlar gunohkor qaroqchi deb oldimga ep kelgan bu yigit dal mening hayotimni pilning hujumidan qutqizgan shafqatchim bo'ladi. Bu yigitning qilgan yaxshiligini men o'lgicha qaytira olmayman" deb uni oltindan yasalgan shohliq taxtiga chiqarib, shu soatdan boshlab aqilning podshoh bo'lganligini, o'zining uning o'ng qo'l vaziri bo'lganligini tantanalik holda jakarlabdi. Buni anglagan bütün o'rda ahli bu yangi podshohga ziyoda izzat ikrom bildirishib, uni qizg'in muboraklabdi. O'rda shoirlari uning sha'niga tugimas madhiya yog'diribdi. Aqil podshoh bo'lib atisi taxtda o'ltirsa, o'rda hudaychisi uning oldiga kirib, "Ulug' marhamatlik shohimizga ma'lum bo'lsin-ki, Hindi mamlakati podshohining so'g'iti o'rdimizning erkisi bo'lmish Oqpilni sadoqdan o'q uzib, jinidan judo qilg'uchi o'z og'zi bilan ixro qilib, janoblardan texi oliy inom og'ili keldi. Vazirlar kengashining ilgirki qarorida o'rdining g'oyib bo'lgan Oqpilga taptatmasdan chiqilg'uchi va yoki jinidan judo qilg'uchiga darg'a esish jazosi berish bekitilgan. Amr qilg'aylar" debdi. Buni anglagan aqil o'rdiga ep kirilsin deb amr qilibdi. Jallatlar Obilni chambarchas bog'lab, putiga ishkal, bo'yniga taqoq selib, podshoh aqilning oldiga haydab kiribdi. Obil chiroyi tatargan holda o'rdiga kiribdi. Shunda qarg'udek bo'lsa, taxtda o'z inisi aqil o'ltirgudek. Aqilmi o'z akisining bundaq kirganligini ko'rib, hayron qolibdi. Va chachrab o'rnidan turib, jallatlarga "Darhol bo'shitib etinglar" deb buyruq qildi. Angacha o'ng qo'l vazir bo'lgan shahzodami bu ishning nahaq bo'lib qolganligini bilib, o'z qo'li bilan Obilning putidagi ishkal, bo'ynidagi taqoqni bo'shitibdi. Hamda butun o'rda ahliga Oqpilni sadoq bilan etib, hayotini qutqizgan dal yangi podshohning o'zi ekanligini, mono kishining "Pilni o'zim etib o'ltirdim" degan so'zining qandaqdir in'om va amal mansabga ega bo'lish uchun qilgan yolg'on so'z ekanligini jakarlabdi. Buningdan ta'sirlangan Obil inisi Aqilning shaharda 20 tangaga hikmatlik so'z setib olganligining haqiqatan durust bo'lganligini, o'zining haqiqatanmi xato qilganligini tushunib, ko'z yoshi qipti. Aqil podshoh bo'lgandan keyin nahaq ishlarni o'ngshab, odillik bilan hokimiyat yurgizib, yurtni ovat, el ko'nglini shod qildi.